Assalomu alaykum internet tarmog'idan kuzatib boruvchilar. Andijon Chinovodga 3 taligidan bir dona buyurtma berishdi. 5-mart, xudo xolasa egalariga chiroyli yetkazib borib beramiz. Ko'ramiz, o'z egalariga tushirib berdik. Tog'a ko'rib tekshirib oling. Tagidagi taxtalar ham o'sha siz aytgandan lestivoy bo'ldi. Bu qarag'ay, terak sasnamas. Uydan chiqqan po'choqlar bilan semirib qoladi. O'zini axlatini ustida yotmaydi. Akkuratni xohlagan nimangizni boqaverasiz. Перегородкасini olib tashlab, xohlasangiz olsa tashlaysiz. 90 kg, 100 kg qo'ydan 3 tasini nemlab ham boqaverasiz. Qo'y qo'ramiz razmeri uzunligi 2,5, og'ilidan qo'y ketigacha 180, yerdan balandligi 1,40. Material konteyner material. Manzil Namanganda 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatiladi. Faqat 3 ta viloyatga vodiyga dastavka besplatni, qolgan viloyatlarga kelishamiz. Tog'a buyurib nasib qilsa, rozi bo'lib qaytsa, ko'rib tekshirib nima qilavering. Pulni nariga odamni o'ziga beramizmi?